spor o'ynamay men o'lay. Joyda ish qilyapti, bitta aka kelib menga ham ashna qilib quduq ko'ylab berasizlarmi deydi. Aka $4000 bersangiz aytgan joyingizdan suv chiqarib beraman, quduq ko'ylab desam, shatta qo'lim ushatdi. Bor aka, suv chiqarib bersang bo'ldi. $4000 beraman deydi. 29-aprel kuni boshlaganmiz mana. Hozir 52 metr bo'libdi. Hali suvdan darak yo'q. Bitondan qattiq qatlanib chiqib qoldi. Mana qaranglar. O'sha ham sinmaydi. Apparatlarni qoziq sinib ketyapti. 1 soatda bir parqa zo'r shag'al chiqaryapmiz. Sizlarga tavsiyam bunaqa qilib sport o'ynamanglar. Teshik 52